Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun mana Ramazon kunining 19-kuni Almaniyadan, Turkiyadan bizim qarindoshlar kichik yosh bolalarımızga, çocuklarımızga ehsonlarni beryapti. Mana bugun biz Alloh nasib qilsa ehsonligini qilyapmiz çocuklarımızga. Abdul Qaraqash apandim hamda farzandi Nuriddin qorimga ehsonlarni beryapgan qarindoshlarimizga katta rahmat aytamiz. Alloh sizlarga roziligiini noil qilgan bo'lsin. Bu qilgan savoblarni jannatul rayonlarga yangi qilib bo'lsin. Sizlarga katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Har yili mushaqqa bizning kichik ehtiyoj sohiblariga ehsonlarni beryapib, qarindoshlik rishtasini mustahkam bog'lashlikni hammalarimizga nasib etsin. Katta sizlarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ehsonlarni qabul qilsin. Men sizlarga yordam qilolmayapman, uzr. Og'ir ko'tarish mumkin emas menga. Bo'ldi endi. Ozgina aylanmas qoldi. Alloh qanchaga qilsin. Nazarkan ishiga nima Hop, endi bir duo qilib qo'ying mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbim Allah, kereming keng, kudreting ulug'. Har ishga o'zing qodirsan, har yerda hozirsan ey Rabbim Allah. Mana shu jigarlarimizni qilayotgan ehsonlarni Alloh dargohingda o'zing qabul aylagin. Va mana shu qilingan ehsonlarga xizmat qilayotgan hojimi Tanjaning saqqi umrini o'ziga qilgin. Hamisha tilay maqsadlarini Alloh ijobat aylagin. Bunday ehsonlarimizni Alloh bardavom qilishni uzoq yillar Alloh nasib qilgin. Hammalariga cho'ng tashakkurlar aytamiz. Alloh hamisha kam qilmasin. Topganinglarni yaxshi kunlarga, to'ylarga bersin. Boshqa qilayotgan xizmatinglarni sizlarga nima tilay maqsadinglar bo'lsa Alloh ijobat aylasin. Alloh dargohida qabul qilsin. Bismillah mana 15 paketni oldik mana. Mana hojim. Mana yayib nima qo'ying mana. Mana 15 paketni berdik bu yerda. 8 eurodan 15 paket yana 15 konvertda 8 eurodan pullarni topshirib aldım mana. Alloh rozi bo'lsin. Bo'ldi. 15 ta konvertni oldim. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p. Hojim Tanjaningiz sog' bo'lsin. Allohga omonat. Alloh oxiratlaringizni rohat qilmasin. Hammasini zaxira qilsin oxiratlarga. Alloh. Ilohim amin. Ey Rabbim Allah, hocim sizning tanjaningiz Abdul Qaraqash hocim sizni tanjaningiz sog' qilsin, umrlaringiz ziyoda qilsin, oilangizda tinchlik, farovonlikni bersin, bolalaringizni iymonini mustahkam qilsin, haq yo'ldan adashtirmasin. Hamisha qilayotgan ishlaringizga Alloh baraka bersin. Buni qilgan mehnatlaringizni ajri savobini Alloh o'zi ko'rsatsin. Alloh oxiratga zaxira qilsin. Tanjaningiz Alloh akbar. Alloh shifo bersin hojikimizga. O'zingizga shifo bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Alloh nasib qilsin. Mana hojiga. Nimasi chiqdimi ovozi? 15 paket elib keldik bozor qo'rg'onga. Mana Rozahon akamiz jo'raboshi yigit boshini topshirib oldi. Alloh razı olsun. Assalomu alaykum. Hoji aka mana biz bozor qo'rg'onga shu nimalarni paketlarni olib keldik. Bugun yigit boshimiz bozor qo'rg'ondan Rozahon akamiz 15 aylam 15 xonadondan shu 15 kichik bola shularga omonatdan elib keldik. Hozir bozor qo'rg'onga tushib o'tamiz. 15 odamga olib keldik hozir. Shular.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar aytgan hadiyalarni mana bolalarımizga topshirdik. Alloh rozi bo'lsin. Sizlar qilayotgan yaxshiliklarni Alloh qabul qilsin. Çok rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Ro'za Ramazan muborak bo'lsin. Qirg'izistondan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugün 2-nji kun Roza Ramazanning mana sizlar aytgan hadiyalarni bolalarga topshiryapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Ro'za Ramazan muborak bo'lsin. Maşallah. Allah razı olsun sizlerden. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ramazandin muborak bo'lsin. Qirg'izistondan. Assalomu alaykum. Ro'za Ramazan muborak bo'lsin. Qirg'izistondan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ro'za Ramazan muborak bo'lsin. Qirg'izistondan. Türkiye ve Almanya'da arkadaşlara hepsine teşekkür ederiz. Hususen Abdülhalim Karakaş beyefendiye ve onun oğlu Nuruddin Karı'ya çok teşekkürler ederiz. Assalomu alaykum Ajika. Ajika mana bugun vaqt ishni boshladik. Ancha yengillayapmiz, Xudoyim buyursa. Ehson qilganlardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga shifo kamol ato etsin. Nuriddin Qorimga ham Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Bu omonatlarni tinchlik omonatda topshirib olib, bu Ramazon kunida beriladigan ajr mukofotlarga Alloh taolo bizdan noil qo'ygan bo'lsin. Biz mana hozir paketlarni yasadik. Hozir ichida har bir paketning ichida qancha narsa borligini biz sizlarga ko'rsatib qo'yamiz. Umumiy rasmlardan ko'rsatib ivatimiz. Bergen ehson sohiblariga, ya'ni ehtiyojmand bo'lgan sohiblarga bergen nimalarni rasmlarini ivatimiz. Oling. Mana mana qo'yaylik. 5 kilo yağ. Mana çokolat. Çokolat 1 kilo, yarım kilodan iki nima paket 1 kilo bo'ldi. Mana yarım kilo çay. Mana yarım kilo çay. Mana tuz. Bu tomat, patates. Mana makaron. Makaron diyelim o zaman. 3 kilo. 3 kilo. Mavi bizim gülüç 3 kilo. Sanırım. Mavi şeker 3 kilo. Müşü narsalar pakette düştü. Tamam mı? Birden unlu koyuvatırız buna. Ben unlu koyayım. 10 kilo un, Kazakistan'ın unu. Sizler 5 kilo degen ekansizlar. 10 kiloluk azdan çıkıp bağlandığı için 10 kiloluk aldık. Allah yetkazdı bizde. Hem de hazır, ben bilirsem işlerinde sizlerge to'liq qilib uyatib beramiz. Hammasini topshirib qo'ygandan keyin. Alloh qabul qilsin, rahmat sizlarga. O Ali göz arkadan doldurup veriyor. Açık gözüyle. Hadi arkadan dolduruyor.
Mana bu yerda bor nima? Ha? Non bor ekan-ku. Bormi ozgina ro'zg'or. Çak bergin bitta. Asır okumaydi bu subhanallah. Bravo. Çakayını verip turgan bravo. Ha barakallah. Sen kimden çıktın? Bulamaga dikkat tam tapıyor. Adam Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana iftor vaqti bo'ldi. Iftor vaqti bo'ldi. Bugun biz iftorni o'tkazyapmiz. Muhtoj oilaga. Alloh rozi bo'lsin. Sizlar qilgan yaxshiliklarni Alloh qabul qilsin. Bugün 100 adam keldi. 100 adamga iftor qildik. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun mana biz yetim çocuklar için iftar beryapmiz Qirg'izistonda. Alloh rozi bo'lsin. O'sha çocuklar için evetken hadiyalarni topshiramiz. Tayyorliklarni ko'ryapmiz. Allah razı bo'lsin. Allah qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alisher aka, mana 10 kilodan 100 ta Qozog'istonda uni. 100 ta. Mana yerda 0,500 gramdan yarim kilodan 100 ta choy. Mana yerda 3 kilodan 100 ta shakar. Mana yerda 3 kilodan 100 ta guruch. Mana shokolad 1 kilodan 100 ta. Tomat, aylana tomat 100 ta. Tuz pachkasida 20 tadan 100 ta. Makaron 3 kilodan
100 ta. Yog 5 litrli yog 100 ta bu ham. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نعمل قلوبنا بحرمة القرآن ويسر أمورنا ببركة القرآن واشرح صدورنا بتلاوة القرآن واغفر ذنوبنا بعناية القرآن وهون لنا سكرات الموت بشرف القرآن وثقل ميزاننا يوم القيامة بعظمة القرآن إنك أنت الحنان المنان يا ذا الجلال والإكرام. Akbar Verdigara kılıngan eksanlar dergahınga beriyor beyinsan kabul kılgın. Allah Teala şu Almanya'daki, Türkiye'deki kayındaşlarımız kılgan hayır sahavat eksanlarını Allah Teala beriyor beyinsan kabul kılgın. Savap sanalarını ötüp ketken akrabalarını başlarına görürüz kıyamette, cennete, rayyanlarda zahiri olsun. Abdülhamid Karakaş akımızga Allah Teala kattadan katta rahmat, farzandlari Nuriddin Qorimga kattadan katta rahmatlarni aytamiz. Ana Qirg'izistondagi birodarlarimizni ehsonga muhtoj bo'lganlarga o'ylab shularni qadr qimmat qilib yeyotgan ehsonlarni biz topshirib elib muhtojlarga taqib beryapmiz. Alloh taolo rozi bo'lsin. Shu ehsonni qilgan barcha Almaniyadagi, Turkiyadagi qarindoshlarimizga Alloh taolo tan jonlarini salomat qilsin. Shu qilingan ehsonlarni xayr saxovat savoblarini o'tib ketgan aqrabo tuqqanlarga bag'ishladik. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve ahiru davana anilhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahmetine ya Rabbil Alemin.